oshxona pichoqlarini kosaga ishqalaydi, piyolani orqasiga ishqalaydi yoki hozir mana bunday chiqayotgan sifatsiz qumqayroqlarga ishqalaydi, lekin natija yaxshi bo'lmaydi. Buni sizlarga hozir natijasini zo'r qilib beradigan uskuna haqida tanishtirib o'tamiz. Yaxshilab ishqalab ko'rsataman hozir. Xullas shu yo'sinni olamiz, mana qog'ozni kesib ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar. Ortiqcha bu yerda soxtakorlik yo'q, mana qog'ozni kesishi juda ham yaxshi emas. Endi bu hozir mana hozir sizlarga real video qilyapmiz. Ortiqcha dabdaba yo'q, oshxonamizda qilyapmiz videoni. Ana endi sizlarga mana shu mini chaqda hozir pichog'imizni qisqa muddatda chaqlab qog'ozni kesib ko'rsatib beraman. Mana chaqlab oldik. Mana hozir kesib ko'rsatib beramiz endi bu qog'ozni. Mana marhamat, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Bu pichoqda agar bunda hozir men juda professional chaqlovchi emasman va uzoq muddat chaqlaganim yo'q. Agar juda chaqlashni yaxshi biladigan odam bo'lsa, juda ham kesishlari yana ham zo'r kuchayadi. Mana bu toshlari olinadi. Ikki tomondan qo'yib qisib qo'yiladi. Bittasi sal grubiroq, ya'ni qumi qalinroq. Bittasi melkiroq. Unaqa qumi chiqib ketadigan sifatsiz tosh emas, juda ajoyib. Mana bu yerdan o'chirib yoqiladi, mana. O'chirib yoqiladi. Mana bu yerda aboroti bo'ladi. Mana hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Mana. Mana ovozdan ham bilishingiz mumkin. Mana eng past aborotda turibdi. Mana buni buraveramiz, kuchayaveradi. Ko'ryapsiz. Ovozlari ham Ovozlari ham juda kuchli, qo'pol emas. Juda ham qulay, ko'rinishi ham zo'r, ishlashi ham, sifati ham zo'r, toshlari ham juda sifatli. Bu toshlari 2 yil, 3 yilmi, 5 yilmi ishlatishga bog'liq. Juda yemirilib tamom bo'lsa, yana qo'shimcha toshlar olib kelib beraveramiz buyurtma bilan. Vaqtingizni ham, naqdingizni ham tejaysiz va piyolani, kosani orqasiga ishqalab, xunobingiz chiqib yurmaydi. Bitta chaqlov emas, ajoyib tarzda ishlataverasiz. Men bolta, chopqilarni chaqlamoqchiman desa, xuddi shu apparatdan sal kattaroq variantlari bor. Juda ko'p xillari ko'p buni. Puli ham shunga yarasha bo'ladi. Bu eng kichkinasi, ya'ni oshxona pichoqlariga mo'ljallangan. Toshi, aborot kuchi hammasi o'ziga yarasha mana shu oshxona pichoqlariga mo'ljallangan. Bitta oilaga bitta olib qo'ysalaringiz, xudo xolasa, juda ham uzoq muddat xizmat qiladi. Pichoqlaringiz o'tmas bo'lsa, chaqlab bemalol samarali ishlataverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Bemalol Mix Shop onlayn do'konini xarid qilishingiz mumkin. Faqat buyurtma asosida keladi. Shuning uchun kimga kerak bo'lsa ertaroq buyurtma qilib qo'ygani yaxshi.